Men birinchi marta moshennikka uchradim. Menga bu juda ham og'ir botdi. 10-oktyabr kuni shu naborni klientdan narxini so'rab yozdilar. Menda UzCard bo'lganiga karta nomerimni tashladim. Ular Humo kartani so'radilar. Menda Humo karta bo'lmaganiga ukamni kartasini tashladim. O'zi kinolarda ko'rganmi, kod kelsa hech kimga aytish kerak emasligini bilardim. Lekin o'sha payt umuman xayolimga bu narsa kelmadi. Kod so'raveribdi, men aytverdim. Yaxshi ham ukamni kartasida bir tiyin yo'q ekan. O'shaning uchun karta ishlamayapti, boshqa karta bering deb meni aldadi. Qaynona oyijonim bor edilar. Ularning Humo karta nomerlarini berdim. Oyijon, qarang, sizga kod keldi, e'tiboring deb rosa so'raveribman de. Bir payt voy Zulayho, qarang, kartamdan pul yechildi 150 ming dedilar. Moshennikligini sirazi bildim-da. Ekran zapisimni yoqib, tez dalil va isbot to'plashga harakat qildim, lekin buni bir tili foydasi yo'q. Hech qanaqasiga pulni kim o'g'irlaganini isbotlab bo'lmasa ekan. Tegidan rozi emasman, Allohga kifoya deb yozgunimcha uri chatlar o'chirildi. Yaxshi ham oyijonning kartalarida unaqa katta pul yo'q ekan. 150 ming ham, lekin shu o'g'irlagan puli baribir o'ziga 1000 barobar qaytib keladi. Bunga ishonaman.